agar sizning yoki ota-onangizning pensiyasi ming so'mdan past bo'lsa, bugungi ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Men buni shunchaki maslahat sifatida emas, amaliy zarurat sifatida aytyapman. Chunki ko'p odamlar o'ziga tegishli pulni olmasdan yuradi. Sababi oddiy, ish staji to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Ish haqi haqidagi ma'lumotlar hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Hujjatda bitta harf xatosi bo'lishi mumkin yoki odam qaysi joyga murojaat qilishni bilmasligi mumkin. Ayniqsa pensiyasi 20 million so'mdan past bo'lganlar uchun har bir 100 ming so'm ham katta yordam. Shu kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men pensiya, nafaqa, imtiyoz va davlat to'lovlari bo'yicha oddiy odam tushunadigan tilda muhim ma'lumotlarni tushuntirib boraman. Bugungi mavzu ham juda muhim. Pensiyasi past bo'lgan inson nimani tekshirishi kerak, qayerga borishi kerak, qanday hujjatlarni yig'ishi kerak va qaysi xatolarga aldanmasligi kerak. Oldin ko'p narsalar qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Odam bir korxonada 20 yil ishlagan bo'lsa ham, agar arxivda ma'lumot topilmasa yoki mehnat daftarchasida yozuv noto'g'ri bo'lsa, o'sha yillar pensiya hisobida to'liq aks etmasligi mumkin edi. Ba'zan korxona yopilib ketgan, arxivi boshqa joyga topshirilgan, nomi o'zgargan, hujjatlar yo'qolgan yoki ish haqi vedomoslari saqlanmagan bo'ladi. Natijada odam haqiqatan ko'p yil ishlagan, lekin pensiyasi kam chiqqan. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron tizimlarda tekshiriladi. Davlat xizmatlari orqali so'rov yuborish imkoniyati bor. Pensiya hisob kitobini qayta ko'rib chiqishni so'rash mumkin. Lekin bu degani hamma narsa avtomatik ravishda to'g'ri bo'ldi degani emas. Elektron bazaga ham eski davrdagi ma'lumotlar to'liq tushmagan bo'lishi mumkin. Ayniqsa 1990-yillar, 2000-yillarning boshida ishlagan odamlarning ma'lumotlari ko'pincha muammo beradi. Shuning uchun men birinchi navbatda shuni aytaman. Pensiya tayinlangan bo'lsa ham uni qayta tekshirtirish mumkin. Bu uyat emas. Bu janjal qilish emas. Bu o'z huquqingizni tekshirish. Pensiya miqdori 20 million so'mdan past bo'lsa, mendan bunday holatni alohida tekshirish kerak bo'lgan holat deb hisoblayman. Chunki bunday summaga bugungi xarajatlar, oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lov, yo'l kira, shifokor ko'rigi, kiyim-kechakni qoplash juda qiyin. Lekin masala faqat kamchilikda emas. Masala shundaki, past pensiya ba'zan haqiqiy staj kamligi sababli chiqadi. Ba'zan esa hisob-kitobdagi xato sababli chiqadi. Masalan, bir ayol 3 yil tikuvchilik fabrikasida ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin mehnat daftarchasida familiyasi turmushga chiqishdan oldingi familiya bilan yozilgan. Keyin pasportda boshqa familiya bo'lgan. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat taqdim etilmagan bo'lsa, ayrim davrlar tasdiqlanmay qolishi mumkin. Natijada pensiya 8-7 ming so'm chiqadi. Hujjatlar to'ldirilib, staj tan olingandan keyin pensiya oshishi mumkin. Yana bir misol. Erkak kishi kolxozda, keyin zavodda, keyin xususiy firmada ishlagan. Mehnat daftarchasida kolxoz davri bor, lekin ish haqi ma'lumoti yo'q. Pensiya hisoblashda ish haqi ko'rsatkichi juda muhim bo'lishi mumkin. Agar odam yuqoriroq maosh olgan yillarni tasdiqlasa, pensiya bazasi o'zgaradi. Natijada odam oyiga 70 ming, 1-2 ming. Ba'zan undan ham ko'proq qo'shimcha olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu har kimda bir xil bo'lmaydi, lekin tekshirmasdan bilib bo'lmaydi. Men birinchi navbatda pensiyasi 20 ming so'mdan past bo'lgan barcha fuqarolarga o'z pensiya ishini tekshirtirishni tavsiya qilaman. Ayniqsa siz 20 yildan ko'proq ishlagan bo'lsangiz, lekin pensiyangiz juda past bo'lsa, bu savol tug'diradi. Nega shuncha yillik mehnatdan keyin pensiya minimal darajaga yaqin chiqdi? Balki stajning bir qismi olinmagan, balki ish haqi past ko'rsatilgan, balki hujjat yetishmagan. Ikkinchi guruh. Mehnat daftarchasida bo'sh joylar, o'chirilgan yozuvlar, tushunarsiz muhrlar, eski korxona nomlari bor odamlar. Masalan, daftarchada korxona nomi avtokorxona ko'r deb yozilgan, lekin muhrda boshqa nom ko'rsatilgan. Yoki ishga qabul qilingan sana bor, lekin ishdan bo'shatilgan sana aniq emas. Bunday mayda ko'ringan xatolar pensiya hisobida katta muammo keltirishi mumkin. Uchinchi guruh. Sobiq sovxoz, kolxoz, fabrika, zavod, maktab, bog'cha, kasalxona, qurilish tashkilotlarida ishlaganlar. Bu joylarda ko'p yillik arxiv ma'lumotlari bo'lishi mumkin. Ba'zan odam o'zi hujjatlar yo'qolgan bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Lekin aslida hujjatlar tuman arxivida, viloyat arxivida yoki korxonaning voris tashkilotida saqlanayotgan bo'ladi. 4-guruh
bola parvarishi, harbiy xizmat, nogironlik davri bo'g'uvchisini yo'qotganlik, zararli yoki og'ir sharoitdagi ishlar bilan bog'liq davrlari bor odamlar. Chunki ayrim davrlar pensiya hisobida alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Odamlar ko'pincha men uyda bola boqqanman, bu hisoblanmaydi deb o'ylaydi. Aslida qonunchilikda ayrim davrlarni stajga qo'shish bo'yicha tartiblar mavjud. Har bir holat alohida tekshiriladi. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ish joylaringiz elektron bazada to'liq ko'rinayotgan bo'lsa, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar rasmiy ravishda aks etgan bo'lsa va pensiya bo'limidan hisob kitobni ko'rib chiqqan bo'lsangiz, xavotir biroz kamroq bo'lishi mumkin. Lekin baribir tekshiruv zarar qilmaydi. Agar odam umuman kam ishlagan bo'lsa, masalan rasmiy ish staji juda qisqa bo'lsa, pensiyaning pastligi hisob kitob xatosi emas. Aynan staj yetarli emasligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin bu holatda ham odam boshqa to'lovlar, ijtimoiy yordam yoki nafaqa turlariga haqli bo'lishi mumkinmi? Shuni aqlash kerak. Men har doim aytaman. Menga baribir hech narsa chiqmaydi deb o'tirmang. Tekshiring, yozma javob oling, shundan keyin xulosa qiling. Birinchi misolni olaylik. Onaxon 62 yoshda, pensiyasi yetamakda 1000 so'm. U 15 yil maktabda farrosh bo'lib ishlagan. Undan oldin 7 yil kolxozda ishlagan. Pensiya tayinlanganda kolxoz davri to'liq tasdiqlanmagan, chunki mehnat daftarchasidagi yozuvda muhr aniq tushmagan. Onaxon endi nima ham qilardim deb yurgan. Lekin arxivga so'rov berilganda kolxozning ish haqi va ishga chiqish ro'yxatlari topilgan. Shu asosda staj qayta ko'rilgan. Bunday holatda pensiya miqdori oshishi mumkin. Ayrim vaziyatlarda oldingi davr uchun farq summasi ham qonunchilikdagi tartibga qarab ko'rib chiqiladi. Ikkinchi misol, Otaxon 25 yil haydovchi bo'lib ishlagan. Pensiyasi 9,7 ming so'm. U ayrim yillarda yaxshi maosh olgan. Lekin pensiya hisobida pastroq ko'rsatkichlar olingan. Nega? Chunki yuqori maosh olgan davr bo'yicha arxiv ma'lumoti topshirilmagan. Odam davlat o'zi biladi deb o'ylagan. Aslida esa pensiya hisobida mavjud hujjat asosida ish yuritiladi. Agar hujjat bo'lmasa, tizim siz aytgan gapga qarab emas, tasdiqlangan ma'lumotga qarab hisoblaydi. Demak, ish haqi ma'lumotnomasini topish juda muhim. Uchinchi misol, ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya, pensiya tayinlashda hujjatlar mos kelmagan. Nikoh guvohnomasi topshirilgandan keyin ayrim davrlar tasdiqlangan. Bu juda ko'p uchraydigan holat. Shuning uchun ayollar alohida e'tibor bersin. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana barcha hujjatlarda bir xil yoki huquqiy bog'lanish bilan tasdiqlangan bo'lishi kerak. To'rtinchi misol, bir kishi 1918 yildan 2005 yilgacha xususiy korxonada ishlagan, lekin korxona yopilgan. U xususiy firma edi. Endi topib bo'lmaydi deb o'ylagan. Lekin soliq arxiv yoki korxona hujjatlari topshirilgan joy orqali izlash mumkin bo'lgan holatlar bor. Hamma holatda topiladi deb aytmayman, lekin qidirilmasa umuman topilmaydi. Eng katta xato shuki, odamlar og'zaki javob bilan kifoyalanadi. Masalan, pensiya bo'limiga boradi, deraza ortidagi xodim sizga hech narsa qo'shilmaydi dedi. Odam qaytib ketadi. Men bunday qilmaslikni maslahat beraman. Siz rasmiy ariza yozing. Arizada pensiya hisob kitobimni qayta ko'rib chiqishingizni, ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq inobatga olinmaganini tekshirishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Rasmiy arizaga rasmiy javob berilishi kerak. Og'zaki gap ertaga isbot bo'lmaydi. Ikkinchi nozik nuqta, faqat mehnat daftarchasiga suyanib qolmang. Mehnat daftarchasi muhim, lekin u yagona hujjat emas. Buyruqlar nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi vedomosti, shaxsiy kartochka, soliq yoki sug'urta badallari bo'yicha ma'lumotlar, sud qarori, tashkilotning vorisidan olingan tasdiq ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Qaysi hujjat qabul qilinishi aniq holatga va amaldagi tartibga bog'liq. Uchinchi nozik nuqta, pensiya miqdori faqat stajga bog'liq emas. O'ta ish haqi, pensiya turi, qo'shimcha ustamalar, nogironlik holati, qaramog'idagi shaxslar, maxsus sharoitlar, qonunchilikdagi minimal kafolatlar ham ta'sir qiladi. Shuning uchun qo'shnimniki oshdi, meniki ham albatta oshadi deb o'ylash ham noto'g'ri. Lekin meniki hech qachon oshmaydi deb o'ylash ham noto'g'ri. To'g'ri yo'l hujjat bilan tekshirish. To'rtinchi nozik nuqta, arxivdan ma'lumot olish vaqt olishi mumkin. Ba'zan 10 kunda javob keladi. Ba'zan ko'proq vaqt ketadi. Hujjatlar boshqa tumanda yoki boshqa viloyatda bo'lishi mumkin. Agar siz qariyalar uchun buni qilayotgan bo'lsangiz, sabrli bo'ling.
har bir so'rovni yozib boring. Qaysi kuni qayerga ariza berilganini daftar qilib qo'ying. 5-nozik nuqta. Hujjatlardagi bitta xato ham muhim. Masalan, tug'ilgan yilda 1959 o'rniga 1958 yozilgan. Ismda bitta harf farq qilgan. Otasining ismi qisqartirib yozilgan. Familiyada apostrof yoki harf boshqacha berilgan bo'lishi mumkin. Bunday xatolarni e'tiborsiz qoldirmang. Zarur bo'lsa, FHDY bo'limidan ma'lumotnoma, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, ism familiya o'zgargani tasdiqlovchi hujjat oling. Endi eng muhim qism. Pensiyasi 1000 so'mdan past bo'lgan odam nima qilishi kerak? Birinchi qadam, pensiya miqdori va pensiya turi bo'yicha ma'lumotni aniqlang. Siz yoshga do'yir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki boshqa turdagi to'lovmi? Chunki har birining hisoblash tartibi boshqacha. Bank kartaga tushgan pulni ko'rish yetarli emas. Pensiya bo'limidan yoki tegishli elektron xizmatlar orqali pensiya ishida qanday ma'lumotlar turganini aniqlash kerak. Ikkinchi qadam, barcha ish joylaringiz ro'yxatini tuzing. Qog'ozga yilma-yil yozing, qayerda ishladingiz, qaysi sanadan qaysi sanagacha, lavozimingiz nima edi, korxona hozir bormi yoki yopilganmi, o'sha joy qaysi tumanda edi. Ko'p odam hammasi daftarchada bor deydi. Lekin mehnat daftarchasida ba'zan hammasi aniq bo'lmaydi. O'zingiz uchun alohida ro'yxat tuzsangiz, qaysi davr tushib qolganini tezroq ko'rasiz. Uchinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, pensiya guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, harbiy xizmat hujjati, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi ma'lumotlar. Korxonalardan olingan tasdiqlarni jamlang. Hujjatlarni tartib bilan alohida papkaga soling. Har bir hujjatdan nusxa tayyorlab qo'ying. 4-qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Arizan og'zaki emas, yozma bering. Arizada o'zingizni aniq tanishtiring. Pensiya ish raqamingiz bo'lsa yozing, telefon raqamingizni qoldiring. Matn taxminan shunday bo'lishi mumkin. Mening pensiyam miqdori past bo'lganligi sababli pensiya hisob kitobimni qayta tekshirishingizni, ish stajim, ish haqi ma'lumotlarim va qo'shimcha huquqlarim to'liq inobatga olinmaganini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Keyin ilova qilingan hujjatlarni sanab o'ting. 5-qadam, arizangiz ro'yxatdan o'tganini tasdiqlatib oling. Kirim raqami sana yoki elektron murojaat raqami bo'lishi kerak. Bu juda muhim. Chunki keyin men murojaat qilgandim degan gap emas, qo'lingizda tasdiq bo'ladi. 6-qadam, arxivlarga so'rov bering. Agar qaysidir korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qayerga topshirilganini aniqlash kerak. Tuman arxivi, viloyat arxivi, tashkilotning vorisi, hokimlik yoki tegishli idoralar orqali izlanadi. Ba'zan pensiya jamg'armasi o'zi so'rov yuborishi mumkin. Ba'zan fuqaro ham alohida murojaat qiladi. Eng muhimi, qidiruvni boshlash. 7-qadam, javobni o'qing va tushunmasangiz izoh so'rang. Agar pensiyangiz qayta hisoblashga asos yo'q deb javob kelsa, javobda qaysi asos bilan rad etilgani yozilgan bo'lishi kerak. Siz shunchaki ranjib ketmang. Qaysi staj olinmagan, qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi norma qo'llanganini so'rang. Agar rad javobi asossiz deb hisoblasangiz, yuborib turuvchi organga yoki qonuniy tartibda shikoyat qilish imkoniyati bor. Men alohida ogohlantiraman. Pul bersangiz pensiyangizni oshirib beraman degan odamlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya qonuniy hujjat va hisob kitob asosida oshadi. Kimdir sizdan pul olib, noqonuniy yo'l va'da qilsa, bu xavfli. Siz hujjatlarni rasmiy tartibda yig'ing, arizani rasmiy topshiring, javobni rasmiy oling. Yana bir aldov. Hamma pensiyasi 1 milliondan past bo'lganlarga avtomatik qo'shimcha beriladi degan gaplar. Bunday xabarlarni ko'rsangiz, darhol ishonmang. Rasmiy manbalarni tekshiring. Pensiya va nafaqa miqdorlari bo'yicha o'zgarishlar odatda prezident farmoni, hukumat qarori yoki rasmiy idoralar xabari bilan e'lon qilinadi. Internetdagi har bir xabar qonun emas. Yana bir muhim masala. Qarindoshlar befarq bo'lmasin. Ko'p otaxon onaxonlar hujjat ortidan yugurishga qiynaladi. Navbatda turishga kuchi yetmaydi. Internetdan foydalana olmaydi. Agar sizning onangiz, otangiz, buvingiz, bobongiz pensiyasi 1 million so'mdan past bo'lsa, o'zlari biladi deb qo'ymang. Bir kuningizni ajrating, hujjatlarni ko'rib chiqing, pensiya bo'limiga birga boring. Bu ularga real yordam bo'ladi. Agar pensiya oluvchi yolg'iz yashasa, nogironligi bo'lsa, qaramoqda shaxs bo'lsa,
ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lsa, faqat pensiya bilan cheklanib qolmaslik kerak. Mahalla ijtimoiy xizmatlar, moddiy yordam, subsidiya, dori-darmon bo'yicha imtiyozlar, kommunal to'lovlar bo'yicha yordam kabi masalalarni ham tekshirish kerak. Har bir yordam ham hammaga berilmaydi, lekin mezonlarga tushadigan odam o'z huquqidan foydalanishi kerak. Agar pensiya tayinlangandan keyin yangi hujjat topilgan bo'lsa, masalan, orqadan qo'shimcha staj chiqsa yoki ilgari yo'q deb o'ylangan ish haqi ma'lumotnomasi topilsa, uni olib borib pensiya ishiga qo'shishni so'rash mumkin. Ko'p odam pensiya bir marta tayinlangan, endi o'zgarmaydi deb xato qiladi. Yo'q, yangi asosli hujjat paydo bo'lsa, qayta ko'rib chiqish masalasi qo'yiladi. Agar siz chet elda ishlagan bo'lsangiz yoki boshqa respublikada mehnat qilgan bo'lsangiz, bu ham alohida tekshiriladi. Sobiq ittifoq davridagi ish joylari, davlatlararo kelishuvlar, tasdiqlovchi hujjatlar masalasi murakkabroq bo'lishi mumkin. Bunday holatda odatiy arizadan tashqari qo'shimcha so'rovlar kerak bo'ladi. Lekin murakkabligi uchun tashlab qo'ymang. Tekshiruvdan keyin 3 xil natija bo'lishi mumkin. Birinchi natija haqiqatan ham xato topiladi va pensiya qayta hisoblanadi. Bu eng yaxshi holat. Ikkinchi natija hujjat yetishmagani aniqlanadi. Sizga qaysi hujjat kerakligi aytiladi. Bu ham foydali. Chunki endi nima qidirishni bilasiz. Uchinchi natija hammasi to'g'ri hisoblangan bo'ladi. Bu holatda ham siz hech narsa yo'qotmaysiz. Hech bo'lmasa ko'nglingiz xotirjam bo'ladi va boshqa ijtimoiy yordam turlarini tekshirishingiz mumkin. Eng yomon holat nima? Hech narsa qilmaslik. Chunki hech narsa qilinmasa, xato bo'lsa ham davom etadi. Kam hisoblangan pul har oy yo'qotiladi. Hujjatlar esa vaqt o'tishi bilan topilishi yanada qiyinlashadi. Bugun bor arxiv ertaga ko'chirilishi mumkin. Hozir eslaydigan guvohlar keyin topilmasligi mumkin. Eski hujjatlar yanada eskiradi. Shuning uchun men bu ishni cho'zmaslikni maslahat beraman. Demak, agar sizning yoki yaqin insoningizning pensiyasi 1 million so'mdan past bo'lsa, birinchi ish pensiya hisob kitobini tekshirtiring. Ikkinchi ish staji va ish haqi ma'lumotlari to'liq kiritilganini aniqlang. Uchinchi ish mehnat daftarchasi, arxiv hujjatlari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishi, harbiy xizmat. Bola parvarishi va boshqa tasdiqlovchi hujjatlarni tartibga keltiring. To'rtinchi ish pensiya jamg'armasiga yozma ariza bilan murojaat qiling va rasmiy javob oling. Men yana bir bor ta'kidlayman. Bu mavzu juda muhim. Chunki gap odamlarning har oy oladigan puli, dori-darmon xarajati, ro'zg'or xarajati va tinch hayoti haqida ketyapti. O'z huquqingizni bilish, hujjatni tekshirtirish va rasmiy javob talab qilish har bir fuqaroning haqqi. Sizda yoki yaqinlaringizda shunday holat bo'lganmi? Pensiya juda past chiqqanmi? Staj hisobga olinmaganmi? Arxivdan hujjat topilganmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiyasi past bo'lgan ota-onalar, buvilar, bobolar va qo'shnilarga ham yuboring. Bu oddiy xabar emas, ko'p oilalar uchun real yordam bo'lishi mumkin.